Kimsan? Puling ko'pmi? Qolib ketadi-ku o'sha pul. Yo pul bilan olib borib ko'mishadimi? Go'rkovlar ichini gumbazli g'isht qalab go'rk qilib berishadimi? Yo o'lganimizda alohida biz uchun tobut yasaladimi? Kimmiz biz? Nimaga kibrlanamiz? Alloh aytayaptiki, yerni teshib kirib keta olmaysan. Bo'ying tog'larga yetmaydi deyapti. Hech kim emassan ey banda deyapti Alloh taolo. Kibri havo bilan Qur'oni Karim ta'biri bilan aytganda yerni ham teshib keta olmaydi. Yoki kibrlanib dimog'dor bo'lib bo'ynini ko'targan bilan boshi tog'larga yetmaydi. Bandaning yer yuzida kibri havo bilan yurishi Allohning huzuridagi eng katta gunoh hisoblanadi. Biz tafsirini o'rganayotgan ushbu oyati karimaning oxirida Alloh nima deyapti? Alloh barcha kibrli, maqtanchoq kimsalarni suymas deb marhamat qilyapti. Bu kibrli bo'lib yurish Allohning muhabbatidan mahrum bo'lish. Sajdaga peshonasini qo'ygan odam ham qanday kibr qilish mumkin? Qanday kibr qiladi? O'zing sajdaga qilyapsan, yerga qo'yyapsan-ku boshingni.